Qadrdonlar, hammaga assalomu alaykum. Mana 2025-yil 28-iyul sanasida biz Samarqand viloyati Toyloq tumanidamiz. 150 kvadratli xonadonning ustiga lombos qilinyapti. Pena lombos. Loy o'rniga pena lombos qilinyapti. Mana ertalabda ishni boshladik. Xohlasa vassalari tayyor qilib qoqilgan. Biz ustiga bunaqa izaspan izolyatsiyani solib loy oqib ketmasligi uchun har bitta ustunlar tagini chiroyli qilib o'rab ishlarni boshladik. Xudo xolasa zagotovkalarimiz tayyor, apparatlarimiz hammamiz ishga tayyor. Azizlar, ekranda raqamlarni qo'yib qo'yaman. Videoni kuzatib borasizlar. Ish jarayonlarini ham ozgina qo'yib ko'rsatib o'tdik. Shunaqa holatda vasta qoqilgan. Biz tagiga izaspanni soldik. Izolyatsiyani 150 kvadratlik tomga. Xo'p, azizlar, biz qumi, sementi, qo'shiladigan ichiga pena, mena hamma yo'g'i rasxodlari o'zimizdan bo'ladi. Uyda egasidan faqat suv talab qilinadi. Biz apparatimiz hattoki tokka ham ishlamaydi, o'zini dvijyogi bor. Benzinli ishlaydi. Hamma rasxodlari xullas o'zimizdan. Mana apparatlarimiz ishga tayyor. Hozir ishlarni boshlaymiz. Ish jarayoni ketyapti. Pena lombos. Endi hashar qilib, qamishboz, loyboz, bunaqa o'ragarchilikdan ko'ra mana zo'r qilib uyda egasi faqat tomosha qilib turadi. Bu chiroyli qilib o'zimiz mana bu taraflar bo'zlik qo'yib kelyapti. Mana yarmini qo'yib oldik. Bir kunda 150-200 kvadrat bemalol uylarni olib ichkari juda salqin bo'lib qoldi deyishyapti. Hozir pastda sразу o'sha kunda o'zida komfort his qilasiz. Buni tekisda o'tirisham shart emas, o'zi tekis tuyulyapti. Mana buni loydan qulayli tarafi sovuqchi edi. Sichqon kalami shunaqa narsalar juda qilmaydi bunga. Mana qaranglar, qanday chiroyli bo'lib qolyapti. Bunaqa holat, qaranglar, tepayamizda chiroyli. Aslida suv tushishini ko'ryapsizlarmi shlangidan? Va nihoyat biz ishlarimiz tugatdik. Mana pena betonni bosib bo'ldik. Xudo xolasa shlanglarni yuvib mana sразу yuvib qo'yilsa ichi toza bo'lib turadi keyingi ishlarga. Xo'p, mana lombozlarimiz bosib bo'ldik. Juda chiroyli holat, o'ta go'zal bo'ldi. Xudo xolasa uyda egasiga ham yoqadigan qilib qo'yib berdik. Bunga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, o'sha ekrandagi raqamlarga murojaat qilsalaring, chiroyli qilib sizlarga ham xizmatlarini qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, suv oqishini qaranglar.